$3 million Ferrari'da tuxum qovurgan eng telba avtokolleksioner kimligini bilasizmi? Like'ni ayamang, hozir aytib beraman. Boshqa millionerlar garajlarida superkarlar suvenirdek turgan bir paytda yaponiyalik Takeshi Kimura avtomobillar shafqatsizlarcha haydash uchun yaratilganini isbotlamoqda. Uning ulkan kolleksiyasi bor, lekin eng ko'p tayoq $3 million afsonaviy Ferrari F40 ning boshida sinadi. Voqea bunday bo'lgan. 2014-yilda Takeshi o'rmonga borgisi keldi, biroq mos yo'l tanlamas topa olmadi. Shunda u chodirni F40 ning tomiga bog'lab, toshloq yo'ldan daryoga bordi va qip-qizil bo'lib qizigan tutun chiqarish turbasida tuxum qovurdi. Oradan bir necha yil o'tib, u zerikdi va tog'larga drift qilish uchun yo'l oldi. U Ferrari'ning orqa g'ildiraklariga ulkan zanjirlarni taqib, qor ustida uchdi va tabiiyki qor uyumiga borib urildi. Oqibatda mashinaning bo'yog'i va podveskasiga jiddiy shikast yetdi. Shu joyda bir savol tug'iladi: nega Ferrari hech qanday chora ko'rmadi? Odatda italiyaliklar bunday hazilkashlarni darhol qora ro'yxatga kiritadi, ammo Takeshi ularning ko'p yillik VIP mijozi va poyga seriyalarida ishtirok etgan poygachisi bo'lgani uchun kompaniya huquqshunoslari bu o'zboshimchalikka shunchaki ko'z yumgan. Ijtimoiy tarmoqlarda brend muxlislari uni doim qarg'ab yomonlashadi, lekin yaponiyalik hech kimga quloq solmay kolleksiya uchun mo'ljallangan mashinaning bor suvini siqib haydashda davom etmoqda.